Bu ömrüngizde etiz boyga barmaydigan adam. Acaba bugün kep qapsizlar, menga bir qarashib turadigan o'xshamamsizlar? Dedim etken ham necha qayta telefon qildim senga, yo bir olay demaysan telefonni. Shu etganingizda men etizning ishlari bilan sal bir aldirashib qolibdimi? Etizning ishlari bilan aldirashib ketibman aka. Mal dadimiz muyummu, yo'qmi etizning ish muyummu senga og'riqcha yetib qolgani bilsan qo'y aqcha. Albatta etizimning ishi muyum. Mush etizim yaxshi bo'lganda, mo'l usul chiqqanda, ana xotin bolalarga yaxshi qariya olayman. Ana sizlarning dadanglarni yo'qlab bora olayman emasmi? Voy vafosiz, dadanglarni deb qo'y. Ammo dadimiz og'rib yetib qolsa, kuchidan qilib qolsa, sen dadang olmay qolsa-da. Bo'ldi bu yerda men bilan takallashmay. Berib sizlarbek vafodor bo'lgandan keyin, berib dadanglarga yaxshi qaranglar ishim bor. Salmış komlarning o'g'il oldiga vafosiz degan pek to'g'rajimi? Shu, to'g'ri. Mush o'g'il olib tug'ilib qolgan gunoyimga elim mushkun qolgan qudusaman. Voy, sen zat nim demakchi, qanday gap bir udul ochoq degni anglab baqayli. Men ma tug'ilib aqlimni bilsam, dadamning 30 ming sho'laq yeri bor ekan to'q. Dadam ketman tutsa, men keyindan suv boshlaydim. Keyin azroq bir cho'ng bo'lgandan keyin quliga dadam ketman narsa men tishangni oldigan bo'ldim. Andi maktabga borgan vaqtimda dadamning 30 dan quyi bilan 5 dan kallasi botdi. Har kuni kechda maktabdan qaytib kelib, shu quyi bilan kalni vaqtdim. Aqasang chiroyli o'rganishingni qildinglar. Keyin ham dashoga imtihon berib qildigan vaqtda numarim shunda yuqori chiqib oliy maktabga o'tdim. Lekin dadam balam qiz baldiga ojiz, ikki sonlarni o'qitdilar deb shunda dedi. Hamma qo'l deb aqasangni dashoga yo'lga silib, men shu ketman bilan mush yezdi qilib, sizlarning o'qishingni men tamomlashib berdim. Keyin oldim pul chiqarib berdim. Hem oliy maktabni bitirib yenib kelgan vaqtingizda balam ikki sonlarning to'yini bir qilsak dedi. Ha deb yana necha yilni yanqisa, yemay, ishmay, topgan taqdimning hammasini yig'ib qo'yganimning hammasini aqasangni to'yga ishlatdik. Hem to'yni bir chiroyli qilib olib, birdan bal tug'dinglar. Dadam yana balam, ikki sonlar bak aldirash, kadrdiga aldirash oldu, ballarni sen beqish berdin. Hamma qo'l deb aqasangning ikki balasi mening qo'limda cho'ng oldu. Lekin ikki balanning birasimi men tag'a deb chaqirishga til kuydi. Nimishqa? Chunki men to'ptarat, mushta etiz ishidan kamigandan keyin men o'lim tag'a deyishni nomus qildigan bo'ldi. Endi qo'pab dadamninki sal ojizlashib, ikki puti go'ga sangilibdi. 30 ming ya'ni aqasonliq 15 mingdan bo'lib berdi. Miras qoldi-da. Bulam qiz oldiga ojiz, keyin yo'ldishini oldiga borganda hech narsa yo'q bo'lib qolsa yo'ldishini oldi inoat olmaydi. Ikki sonlarga bilib turlar dedi. Uningga ma'qul dedim. Va 30 dan qo'y bilan 5 dan kalnimi yana qap beldan aqasonliq bilib berdi. Ya uningga mayli dedi. Endi qo'pab bir 6 qiz uyinoma, balam ma ikki sonlar keyincha yo'ldishini ajrashib ketib qolsa bag'al yeri yo'q, qiz oldiga ojiz debdi. Ha ma'qul deb uyinima aqasonliq tashlab berdim. Men yenib chiqdim. Men o'g'il bo'lgandan keyin, ikki bilikim bo'lgandan keyin, yana ishlab, o'zim o'ylab, yana o'zim qayta niyat berib jinimni baqamishman. Shuni baqdim, mana mush 3 yerimdan boshqa hech narsam yo'q. Qanday qilman? Mush yerimdan usul chiqsa, anda shu sizlarning dadanglarni yo'qlab berishga hamda pul ketadigan qachon, shu pulimsa yo'qlab bag'il hech narsa bo'lmasa men nimada yo'qlab boraman? Sizlarning dadanglarni oldin qanday xabar olaman? Voy, aka Bulduğu iş buldu. Sen xapılmağına bizmi bek aşırı edip qapdıq baya. Sen bizge demişsimi bekçik əcir qıldın. Lekin o dadamdan miras qılğan ya öyleni biz uqmaydı ekanmiz. Yaqasınlar yoldaşlar biladi. Aş ikkidan kishi ikki barmog'ini mushtaq qilib basqan ash vasiyatnomaga. Shu aka xapılmağına o yer, öy, qo'y kallat bizning hech qanday haqqimiz yo'q. Ularning hammasi o'zidan bir qulluq əcir qilgan narsalar aka. Keyin biz dadimizdan keyin qolgan cheg'imizdan yana sana yo'limiz. Sen bizga dad yo'lliq odam ekan. Sen bo'lsan bizning yurkimiz butun turdi. O miraslarni biz olmaymiz aka. Sizlarmi xapmanglar. Bayam ochchig'imda men ba'zi gaplarni sal ashur etib qoldim. Bo'ldi, unda bo'lsa birib dadimizni yo'qlab keldi. Haras. Bayatdan mavu bir turda mal satadigan bir aylandin mav medalim shirkatninki. Medalim maysuzar kempitken to'q. Bu mahsulotmi shu men qilgan tumur tusulash, jigarni sig'ishib ketgan, jigar may qoplab ketgan, qonga may yutib olgan. Shu ziyoda semizlik mush ahvollarga bek yaxshi manfaat qildi deydi. Bayam bir aylandin setib olgandim. Qarasam dadamdek alomatligim shunda alamas keldi ekan. Unimni bek yaxshi deb oldim. Shunga mana ele dadam o'sam bira yo'qlab baqa vaqtimizda.
Paras aka mening aloqa qilish usulini deb bergandan keyin tugab bitqasa o'zimiz deb biraylik avvar qo'shmaylik yana. Buningki undidor numarini deb berganda qilgaras. Medalim 2022 degan numarni undidor qo'shib shu situatsiya bo'ldi deb tushunarman. Sanza aka, ig'izing itti sho'g'amdan lekin ko'nglim do'fudek yumshoq odam jimo. Bu qorong'i tushgan etiziq ishlayman deb o'ltimay, jura bo'ldi muzuqlab kelaylik. Ma aka.